Hammaga salom do'stlar, men ismim Kompot, meni yangi videomga xush kelibsizlar. Sizlar hozir bilasizlar, men qayoqqa ketaman? Men ishga ketaman, albatta, yana boshqa qayoqqa ham ketardim. Rosa uyda dam olgim kelyapti deb boru. Hop, bug'doylarni olamiz, sabzini olamiz, kartoshkani olamiz. Ana bo'ldi, endi ishga ketursa ham bo'laveradi. Xayr, meni uch hammasini sog'inaman. Tushunmadim. Salom qishloqlar, sizlar qayoqqa qarab turibsizlar? Salom, salom Kompot. Hozir hoshna topib tur. Tushunmadim, nima to'xtab turing qishloqlar, nimaga hammanglar qayoqqadir qarab turibsizlar, qotib qoldinglarmi nima? Yo'q, Kompot aytyapman, to'xtab turgan hozir. Qishloqqa ko'zingga nima qildi, tushuntirib bergin menga iltimos. Kompot, sen o'zing tepaga qaragin, chap tomonga chuvolasan o'zing. Hop, nima bor ekan? Voy, tushunmadim. Nima bu qishloqqa? Nima bu, qanaqadir meteoritmi? Kompot, biz ham bilmaymiz, mana qishlog'imizga tushib ketmasin deb boydan beri qarab turibmiz. Men boshida qanaqadir meteorit deb o'yladim, tushib ketadi deb o'ylab. Voy, yomon qo'rqib ketdim, lekin boru. Kompot, biz boydan beri qarab turibmiz, tushib ketmasmikin? O'zi bu bizani qishlog'imizda qanaqa qilib paydo bo'lib qoldi, tushunmayapman men shunga. Bilmasam, Kompot, biz ham hayronmiz endi, keyin birga qarab turamiz. Qarab turish endi nima foydasi bor? Qishlog'im mana bunaqa ko'zinglarni katta ochib olib, bu o'zi nima bu? Qanaqadir toshli narsami? Bilmayman. Ajoyib narsa ekan lekin. Kompot, o'zi buni qanaqa qilib tekshirib ko'rsa bo'ladi? Men ham hayronman, lekin qanaqadir toshli narsaga o'xshayapti-da. Qanaqa tekshiramiz endi uni, Kompot nimaligini? Bilmasam, hozir men ham hayronman. Qishloqlar qochib turinglar, qarab turmanglar, bunaqa foydasi yo'q baribir. Hop, men baland binoga chiqib olaychi. Hop, bunda turamiz-da, qanichi? Tushunmadim, bu qanaqadir toshlar, bu nima, qanaqadir oromgohmi? Yer ham bor ekan, qaranglar. Qanaqadir oromgohga o'xshayapti, lekin to'g'risini aytsam, qanaqadir qilib chiqib ko'rish kerak o'shatga, qaranglar, anti yer bor, toshlar bor. Yo'q, chiqib tekshirib ko'rish kerak yo'qmi? Men nimagadir yomon qiziqyapman. Stop. Bilaman, siz hozir meni kanalimga obuna bo'lmasdan ko'ryapsiz. Meni maqsadim bo'lsa tezroq 1000 ta bo'lish. Siz meni maqsadimga erishishim uchun bittagina obuna tugmasini bosishingiz kifoya va ko'rayotgan videoyingizga like bosing va bu tezroq videolar chiqishiga sababchi bo'ladi. Iltimos obuna bo'ling. Men tezroq 1000 ta bo'lishim kerak. Mani bekitib qo'ygan sandig'imda bitta judayam zo'r narsa bor. Hozir men sizlarga ko'rsataman. Hop, ishini yapamiz. Qishloqlar, bularga baribir foydasi yo'q. Bor, qarab turadi bular mana shunaqa. Umrining oxirigacha ham qarab tursa bor bularga. Mayli, hop, hozir biz kirkani olamiz deb. Hop, mana bu yerda bizamiz. Kimdir bilmasa, mana shu yerda mani sandig'im bor, bekitib qo'ygan. Mana bu yerda bunaqa almazli kirkani olamiz. Mana bunaqa narsani olamiz. Bilasizlarmi bolalar, bu nimaligini? Hozir o'zingizlar tushunib olasizlar. Agar bilmaydiganlar bo'lsa, bu judayam zo'r narsa. Hop, buni joyiga qaytarib qo'yamiz. Hop, qishloqlar, qarab turinglar, men hozir tepaga chiqib ketyapman ko'rishga. Sizlarga baribir farqi yo'q deb boru, mayli, hop, o'zim hozir chiqaman tepaga. Mana bu tog'ga kelib olamiz deb. Hop, to'xtanglar, bundoq qilamiz. Hozir hop, bu yorug'imdan poylaymiz. Ana bo'ldi, ketdi. Hoppa. Ana bo'ldi. Bolalar, ko'rdinglarmi? Endi tushundinglarmi bu nimaligini? Mana shunday qilib bundoq tepaga chiqib olsa bo'ladi. Hop, endi mana bu yerda qanaqadir qilib bizib kirib olish kerak ichkariga. Hop, bizamiz. Mundoq bo'lib qolib, bizamiz tezroq. Hop. To'xtanglar, qanaqadir shaxtami? Yo'q, ana nimadir ochildi, qanaqadir joy. Hop, mayli, o'sha yerga ham chiqib olamiz. Hop, mana bu yerda ham sindirib tashlaymiz-da. Mana bu yerga esa bundoq bunaqa narsa qurib olamiz, mana shu yerda turib turishga. Hop, endi sekin bundoq tushib olamiz. Ana endi esa bundoq tepaga chiqamiz endi. Hop, ana bo'ldi. Qanaqadir shaxtami bu endi bolalar, men tushunmadim. Mana bu yerda suv bor ekan. Qanaqadir yo'l, mayli, yana nimalar bor ekan? Olmazlarmi? Mayli, menga olmazlar yoqadi. Qayoqda bo'lmasin ham olmazlarni olib ol birinchi bo'lib. Lavaga tushib ketishga sal qoldi. Qaranglar, menda 4 ta olmaz bor. Yaxshi. Bekorga chiqmanman bu yo'lga. Quruq qo'l bilan ketmas ekanman. Hop, bu yoqda yana nimalar bor? Kelinglar, mana bu chop qo'yaylik, yurib aylanib tushib ketib qolmaysan ham. Hop, mana bu yerda qanaqadir tepaga yo'l bor ekan. Bolalar, qaranglar. Nimalar bor ekan? Mayli, hop. Hozir chiqib olamiz bundoq qilib. Hop. Tushunmadim, bu qanaqadir uymi?
Bu nima endi qanaqadir uchadigan oromgohmi? Tushunmadim. Mana bu yerda qanaqadir uy bor ekan. Mana bu yerda bunaqa izumrudli bloklar bor ekan. Mayli, izumrudlar ham menga yoqadi. Bularni ham olamiz. To'xtanglar, o'zi bular rostakasmlimi? Qani ichimda hop izumrudlar qolamiz. Rostdan ham qaranglar, rostakasmli ekan. Bunaqa izumrudlar bor menda endi. Mayli, xo'p, menga bular yoqyapti. Bekorga chiqmayman deyapman-ku. Mana bu yerda qanaqadir katta uy bor ekan, tushunmadim. Mana bu yerda nimadirlar o'sayotgan ekan. Qani bitta olib ko'raylikchi, mayli. Mana bu yerda daraxt bor ekan katta. Ajoyib lekin. Qani ichi pastga qaraylik. Oy, yomon baland ekan. Qaramaganim yaxshi tushib ketib qolishim mumkin. Hop, mana bu yerda nima bu? Ama chiqqan joyim bu yer. Hop, mana bu yerda qanaqa огород bor ekan, lekin sal g'alatiroq ekan. Mayli, men bundan zo'r qila olaman. Endi eng qizig'i mana bu uy bu yoqda kimdir bormikan? Kimdir bormi bu yoqda? Au, kimdir bormi? Kimdir yashaydimi bu yoqda? Siz bizlarni qishlog'imizdan to'sib qo'ydingiz-da, mana bu oromgohingiz bilan. Alo. Negadir hech kim ochmayapti. Hop, eshik ochiq ekan. Kiramiz. Qanicha? Assalomu alaykum. Kimdir bormi bu yoqda? Hop, qanicha? Hozircha hech kim chiqmayapti. Vau, qaranglar, mana bu yerda ajoyib joy bor ekan, lekin uycha. Ko'rasizlar, mana bunaqa soat, divan, televizor bor ekan, yana katta mana bunaqa oshxona bor ekan, mazza qilib ovqatlab pishirsa bo'ladi. Mana bu yerda ovqat ham bor ekan. Kelinglar, yeymiz qanicha. Vau, zo'r ekan. Lekin yomon qolman deb borib birovni ovqatini olib, birovni izumrudlarini olib, yo'q, men keyin qaytarib beraman. Lekin uy ichi ajoyib ekan, chiroyli ekan. Menga rosa yoqdi uy ichi. Mana bunaqa kitoblar ham bor ekan yana. Kim uykina, nima deb o'ylaysizlar? Men lekin juda ham hayronman. Mayli, egasini toparmiz degan umiddaman. Mana bu yerda yana ikkinchi etaj ham bor ekan, chiqib ko'ramizmi? Hop, qanicha? Assalomu alaykum. Kimdir bormi bu yoqda? Voy! Oq kiyimli qishloq, nima qilsan bu yoqda? Kompot, sen o'zing bu yoqda nima qilsan? Mani oromgohimda. Tushunmadim, siz qanaqa oromgoh, nima qilsan bu yoqda? Tushuntirib bergin. Bu oromgoh endi sanikimi? Bu uyam endi sanikimi qishloqi? Kompot, sen o'z qanaqa bu yoqqa chiqding? Men bu ajoyib narsa orqali chiqdim. Otmaganim yaxshiroq ekan, uchib ketib qolmang yana. Voy, men aytinapman bu oromgoh osmonda qurganingizni hech qaysi qishloqqa chiqa olmasligiga. Sen o'zi qanaqa qilib qurding buni? Bir kechada qanaqa qilib qurishga ulgurding? Men yana sendan izumrudlar oldim anta. Mana kompot, men mana shu izumrud uchun deb osmonda oromgoh qurdim. Ana kuni men judayam ko'p izumrudli bloklar topib oldim. Keyin qayoqqa bekitishni bilmasdan magazindan oromgohli banglatadigan sotib oldim. Keyin esa mana shunaqa qurib yubordim men. Izumrudlarimni shu yerga bekitib qo'ydim keyin. Sen qanaqadir oromgohli banglatadigan dedingmi? Men ana kuni shahardan sotib oldim. Judayam zo'r narsa ekan. O'zi nima qiladi, men tushunmadim. O'zing topib ko'r, kompot endi nima qiladi, topib ko'r. Bo'ldi, men tushundim. Agar sen hozir uni banglatdingda, keyin mana shunaqa oromgoh paydo bo'lib qoldimi endi osmonda? Kompot xuddi shunaqa bo'ldi. Xohlasam modda yashayman, xohlasam pastda yashayman. Aytgancha kompot izumrudlarimni qaytarib ber. Bo'ldi, mana qaytarib beryapman. Lekin mana bu narsalar ham ko'p ekan-a. Kompot, men qurgan oromgohimda judayam ko'p narsalar bor ekan. To'g'ri, mayli, men bu yerda aytgancha almaslar ham topib oldim. Mana qaytarib beryapman. Bu yoqda qanday g'alati turibdi. Mana bu yerga qo'yib qo'yaman. Bo'ldi, kompot, sen ham o'sha ket, bu meni oromgohim, pastga tushib ket. Qishloqqa sen ham o'zi nimaga bunaqa qilsan? Pastda hamma qishloqlar hayron, tepaga qarab ozligi ochilib qolgan, hammalik tushuntirib bergin nima bo'layotganini. Mayli, bo'ldi, ketdi, unda hammaga tushuntirib beraman nima bo'layotganini. Faqat Taptir qishlog'i menga ham iltimos, shunaqa oromgoh qurish bor. Juda ham yoqdi-da. Menga menda ham oromgoh bo'lishini xohlayapman. Mayli, kompot, menda ozgina banglatadigan bo'lishi kerak edi. Ketdi pastga unda. Qara kompot, hozir sen mana shuni banglatasan-da, keyin senda ham oromgoh bo'ladi. Lekin endi unchalik mendaki katta emas-u, lekin kichkinaroq bo'lsa ham oromgohing bo'ladi. Hop, mayli, qishloqqa qilib qo'yamiz. Ana bo'ldi, endi orqaga qochamiz. Yo'q, kompot, orqaga qochish shart emas, boshlama qilmaydi. Ana bo'ldi, menda ham oromgoh paydo bo'ldi, lekin unchalik katta emas ekan, to'g'ri aytibsan. To'xtab tur, men chiqiychi, menga yoqyapti nimagadirga. Menda ham antaqa narsalar bor ekan, bundoq qilamiz. Ana bo'ldi, chiqamiz. Ehtiyot bo'lamiz, tushib ketishimga sal qoldi lekin to'g'ri oromgoh qanaqadir sal kichkinaroq ekan menda. Qishlog'imniki esa voshshe katta, qaranglar. Antdan kichkina uy bo'lsa ham mana shuga olib kelib qurib qo'ysam, lekin qaranglar, qishloqda qanaqa kattaligini, mayli, men ham keyin shunaqa qilib kattalashtirib olarman. Bu yoqda daraxt bor ekan, mana bunaqa ichki suv ham bor ekan. Past voshshe balalar tushib ketish kerak emas, ehtiyot bo'lish kerak. Kelinglar, unda birinchi o'ringa o'zimga uy qurib olay, kichkina bo'lsa ham. Hop, qanicha ozgina bo'lsa ham doska chiqarmikan, 28 ta kichkinagina korobkaga yetsa kerak. Bu faqat hop ko'ramiz qanday bo'lar ekan. Hop, bundoq qilamiz, bundoq. Katta uy bo'lmasa ham zato yaxshi uy bo'ladi. Hop, bundoq qilamiz. Tanishinglar bolalar, mana meni uyim. Buni oti Usmon. Bilmagan o'zining Usmon ot qo'ydim, mayli, hop. Endi esa bolalar, buni biz juda ham chiroyli qilamiz. Hozir skladdan olib juda ham ko'p narsalar olib kelaman.
Hop bolalar, mana men o'sha narsalar olib kelyapman. Mana bu yerga bunaqa zinalar ham qo'yib oldim. Hop, bundoq chiqib olamiz, lekin ehtiyot bo'lish kerak. Tushib ketsam yomon bo'ladi. Hop, ana bo'ldi. Endi esa hali uyim sal kichkinaroq, mayli kattalashtirib olarman keyin. Mana bu yerga bundoq mana bunaqalar qo'yib chiqamiz. Bundoq toshga o'xshagan narsalar qo'yamiz. Ana bo'ldi, tayyor. Hop, endi esa mana polni ham o'zgartirgim kelyapti. Mana bunaqa qilib, ana bo'ldi, chiroyli bo'lyapti. Bu yerga men kravat qo'yaman. Ana qanaqadir shunaqa bo'lyapti. Mana bu yerga men unda oyna qilib qo'yaman. Qarab yotishga men manzaraga. Hop, mana bu yerga esa bundoq qo'yamiz. Ana bo'ldi, tayyor. Hop, bu yerga sandiq qo'yaman. Bu yerga pechka, bu yerga esa versak. Ana bo'ldi, tayyor. Kerak emas narsalarni shu yerga qo'yib qo'yaman. Qalay chiqdi bolalar? Meniki ham yaxshi to'g'rimi? Sakrash kerak emas, tushib ketsam lekin yomon bo'ladi. Zo'r chiqdi lekin mayli. Meni ham endi zato oromgohim bor. To'xtanglar, anti izumrud bor ekan menda ham, ko'ryapsizlarmi? Men ham boy bo'lar ekanman-da unda. Aniqda qishloqlar hali ham hayron bo'lsa kerak. Qayerdan bo'lib paydo bo'lib qoldi? Deb ana hali ham turishdi qarab. Ну что bolalar, agar bugungi videom yoqqan bo'lsa, hammanglardan like kutib qolaman. Keyingi videomni kutib qolaman. Xayr, sog' bo'linglar. Biz esa ketdik qishloqlarga yetib beraylik nimalar bo'layotganini.